Köyümüz biz her zaman. Köyümüz biz her zaman. Tezroq mangayli, kechikib qolmayli yana. Nima qoldiraymiz? Mehmonxonada ishmi yo'q-ku? Ha, kezdinglar, gezet. Sofiya, kech qolayli. Ma'qul. Kezdinglar. Ana pul. Oy, kinoxonada chaqmoq usuli bor ekan. Berib bilet tilib olayli. Ma'qul. Tez mang. Soni, sizlarda qizlar o kinoni ming qatim ko'rsanlarmi o'rganamaysizlar? O'rganamizmi? Ko'ramiz. Qanday dedim? Sofiya, Jonyan, ishqinglar badan go'zallik gimnastikasi qiziqamsizlar? Avval bo'ljin yoshlarimiz ko'rsatib taqmamiz. Kelinglar. Maqsadni kiyimni soldirib deylar. Güzel burnimni ko'rib yuringlar. Bilamsizlar, ayolim bilan ikkimiz har kuni mashq qilamiz. Maqsam qolishim bor. Buni seni aytam. To'xtanglar. Shapron chaqmoq usuliga mayir. Maqsam badan go'zallik gimnastikasiga mayir. Jonyan erkin usul usta. Men sizlarga riyosatchi. Shapron bizga chaqmoq usuli o'rgatasiz. Aldırmanglar. Menimcha Sofiya uning mana bu yeriga cho'qqida birini so'yib qo'ysin, ha? Bu chaqchig'lar eshitib Saydim. Meni bu ishda qilolmaydi deb o'ylamsizlar. Hey, yaqinroq tur. Nima uchun aldirib ketsa? Bu qanchalik ishdi? Meni so'ydim. O'ynamanglar. O'rnidan tur. Sofiya, ish kiymangiz qani? Mana. Jonyan, sizning-chi? Mana. Hozir xizmat vaqti. Ishlamay o'ynab yursanglar mukofot pulingni tutib kelinadi. Ma ustam, mishindaq tursangiz zukandab qolmamsiz. Keviling. Oshpaz degan bo'ljin go'sht chiqarman deb puchab ketmasin bo'ladi. Buning hech bir hojati yo'q. Hurmatli Rayhonjingli. Mehmonxonamizga tushadigan odam yo'q. Taomlaringizni yeydigan xaridor yo'q desa, maoshni alamiga yedi. Mukofot puli nada turibdi deysiz, ha? Shu emasmi? Bu qitimki mulozimat kasbini isloh qilish muhokama yig'ini nihoyat yaxshi ichildi. Men intayin hayajonlandim. Tövanda har qaysinglarning fikr berishinglarni so'raymiz. Qani, qaysinglarning fikri bor? Qo'l ko'taringlar. Rayhonjingli, ansam 4 fasl mehmonxonasini ko'tarayapsiz. Yangi vaziyat ostida qanday yangi planingiz bor ekan? Men bir mazgil qarab boqaymikin, kechiring. Rayhonjingli, sizni ziyorat qilmoqchidik. Rayhonjingli, ammoga bir necha so'z qilsangiz. Kechiringlar, hozir ishim aldirash. Rayhonjingli, undaqda tushdi uyingizga boraylik. Rahmat, hojati yo'q. Avar bo'lmanglar, xar xo'sh. Oy. Nima bo'ldi? Taqim. Nima? Taqim deyman. Oy, taqimiz. Bu Biz qoramliq odamlar har holda tamkinroq bo'lganimiz yaxshi. Albatta, boyimammo bekmi aldirab mangandim. Rayhonjingli, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz Dongjingli? Yaxshimisiz? Muzikant yo'ldosh Eli, olisam ommaviy san'at saroyining boshlig'i bo'libsiz. Bag'ancha yashirib ketyapsiz-ku, ha? Shundaq. Men zamonimizning yoshlarga zo'qliman. Ularda bir xil kuchli davr ruhi bor. Meningcha bu xil ruh to'limi qimmatlik. Do'stlar, yaxshimisizlar? Tanishtirib qo'yay. Bu yoq Yosin 5-qurilish atritining ishchisi, ishdan sirtqi naqshchi. Yaxshimisiz?
Yaxshimisiz? Bu uning shogirdi Jurat. Chaqmoq usulga mohir. Bu ikkisi bahar shamili kiyim-kechak magazinida ishlaydi. Ikkilisi moda kiyim artistlari, ham sarimizning alayda taklif qilingan usulchilari. Shundaqla mening yaqin sirdosh do'stlarim. Qani Aygul, bir pada o'ynab o'ting, ha? Kim bo'ldi? Biz mangayli. Oy, Aygul. Ular bu yerga nima deb keladi? Adabiyot san'at xodimlari turmushga cho'kadi. Bizmi ularga muhtoj. Ularni o'ynayotgan qanday qilsin? Bekor eser, yotam demez. Vaktin gelse, hepleşmey. Vaktin gelse, hepleşmey. Rastın şundap, ötem demez. Anca munca, birge hepleşmey. Bekor eser. Xenim, ustamning chach saqal burtlarini mushinchilikli yasab qo'ysangiz bo'ladi. Hargiz kesib tashlamang. Ma'qul. Kechiring ustam, kechiring. Xenim, chechini hargiz kesib atmang, ha? Bilimi. O'zingizni sal qo'yib o'ting. Pasha, o'ginishdan kelib ishga tushib ketdingmi? Qoltis oktibchimisan? Joyan qara. Guangzhouda bir necha oy turib, boshqacha o'zgarib ketibdi. Sen hajab o'yinchi, opang Rayhon Jingli igilik boshqarishda tajribasiz bo'lg'ashqa, mehmonxonamizning 20 kishiga yatqib bo'lsa-mu, aran ish kuchli mehmon tushidi. Ish bo'lmagandan keyin o'ynamay nemish qilamiz. Qandoq dedim Joyan? Ikkimiz haqiqatan bak o'yinchi. Bir lenta g'ash kelgan toq, anglab baqini. Bu naqsha bak yetimlik. Ateş kıyaş, ateş kıyaş, sen kainatın ilahi. Kim aytgan? Hajab mungluqku. Bilamsan, o yangidan chiqqan bir naqshchi. Ay, uni ishchi deyishyapti. O nurg'unga yoshlarni o'ziga jalb qilyapti. Muzikasini kim ishlagandi? San'at sarayning muzikanti. Eli. Bu naqshga usul kelar ekan. Otek yürek şu yaşlarını Tüyümüz her zaman Tüyümüz her zaman Tüyümüz biz her zaman Bu naqsha birinchi qaytim anglagandilar kishini hayajonlantirdi ekan. Pasha qara. Yo'ldosh kechirim. Hammaga bilan ekansizlar, ha? Pasha qizning satrashlik texnikasi nihoyat ustun. Qani, ko'rib boqay, ha? Pasha, chashni shunday yasamsiz. Biz bu oyda xizmatni mas'uliyatsizlik qilmaymiz degan emasmi? Jingli beparvolik qilibdimi? O'zim tekshiray. Nima qilganingiz bu? Rahmat qiling. Men o'zim shunday hesablayman degandim. Sigarak chashni bak o'stirib bo'lmaydi ekan. Shunday sigarak chechini tushirib o'tib qildi. Ishonmamsiz? Ishonmasangiz qiz do'stimdan. Yani kız dostumdan dostudan so'rab beqing. To'g'ri. Uni tekstga ko'zim sat ko'rinib, satrashqani bu tushirayotgan degan emas, shundoq Jingli.
Rahmat. Juring, sevimligim. Juring. Bye bye. Bye bye. Jahanda g'alati ishlar bordi. Qandaq dedim? Kishiga hamkorlashtirishingiz ustinkan rahmat. Biz texnik isminglarning kimligini bilmaymiz. Mening ismim Yasin, u Hujrat. Mening shogirdim bo'ladi. Ehtiyot qiling. Uning ismi Sofiya. Uning ismi Jangyan. Jangyan, ismingiz bek chiroyli ekan. Qaraganda ikkinglar bir-biringlardan ayrilanmaydigan yaqin do'stlar degensizlar-da. Hay, qara uning chechiga. Afsuski, to'liq emas, lekin tabiiy. Balkim u buni moda chochpasini deb qarashi kerak. Shundoq. Ikkinglar bek serakkensizlar. Razilchik bo'lsanglar bog'idek. Eliqi do'stinglar naqshiga bek resmen o'xshamamdi, ha? Bekir Spy o naqshini anglab o'tib, maxfiya bo'lib ketganini ko'mdingizmi? Tek odamning hissiyotini qo'zg'atib deydi. U aşı naqshiga shunday resmen bo'lsa, mana bu lentidagi shu naqshchining naqshlari, buni berib qo'ying. Cho'qim berma, rahmat. Mangayli. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Keyin sizlar ham do'stinglar bilan qaytib ko'rishni umid qilaman. Mangayli, birdan turayli. O mastona rasmni sizib bo'lsin. Oh, thank you. To'xtab turing. Chetrola. Nima bo'ldi? Ha? Sizlar nima bo'ldi? Ha? Yo'ldosh, bu yerda rasm chizsangiz bo'lmaydi. Yo'lni to'sib oldingiz. Yo'ldosh, oldingizmi? Yo'lni to'sib oldingiz deyman. Yo'ldosh, siz o'rningizda turib keting. Yo'ldosh, yo'lni to'sib oldingiz. Yo'ldosh, o'rningizda turib keting deyman. Qizchaq, bu yer rasm sizdiman, yo'l to'silib qoldi. Biz bu yerga qarab turdik. Rasm sizdirayotganimiz yo'q-ku. Yemsiz? Uni biz sizdirdik. Nima qilishlar? Yo'ldosh, o'rningizda turib keting. Qachmisiz? Ay, nima qilmoqchisiz? Nima qilmoqchi? Yo'lni to'sib oldingiz deyman. Men kiyim sizyapman. Kiyim? Bu qizchaq. Kiyim odamning ufti tutursa chiroyli ko'rinadi. Buni siz bilamsiz, bilmamsiz? Albatta bilaman. Juring. Nega? Yo'lni to'silib tartibni buzganligingiz uchun bir kunlik so'laymiz. Juring. Nima? Turatma. Bu boshliqni qish bo'lsin. Juring. Yo'ldosh. Rasmni biz ko'rib baqsaq bo'lamdi. Biz Bahar Shamili magazinida ishlaymiz. Tutib tur. Chala azimlik qilma meni. Mangdim. Nijat, u biz kiyib chiqqan kiyimlarni layilgan usti shu-kanda. Ajab yaxshi. Qaltis o'xshatibdi. Chechingni ozroq uzun sizib. Kerak yo'q. Uzun chashni yaxshi ko'raman, endi kestirmayman. Bu kekashning meni bundoq o'xshatib sizishini o'ylamabdi ekanman. Uning bilan tanishib qolamsiz ya. To'rt fasli mehmonxonasini ko'tara olmaydigan o'xshayman. Bir yilda 3000 qo'ydan ortiq ziyon tortdik. Müşündaq ketaversak qandaq bo'ladi? Apa, jili bo'lmang. Meningcha boshqarish usulini o'zgartirib mehmonxonani jonlantirish kerak. Keyin mening bir amalim bor, sinab ko'rib taqamsizlar. Qandaq amal? Ikkinchi bir egilik bilan shug'ullanish. Iqtisodimiz bo'lmasa, ikkinchi bir egilik bilan shug'ullanqili bo'lamdi. Yog'liqim qani. La. Apa, mening barkitim aynan sirtganga o'xshamdika. Bo'ldi. Mana oychi o'xshamdika deyman. Kunduzi tijorat qilsak, oqshimi qahvaxona ichib, tansi uyushtirsak. Tansi uyushtirsa bo'ladimi? Apa, hozir odamlar xizmatning sirtida ko'ngil etishni yaxshi ko'rdi. Nurg'un yoshlar usul o'ynashni, bo'libmi disko, chaqmoq usuli o'ynashni, muzika anglashni yaxshi ko'rdi. Bu Nijatning uyimi? Siz Men
Yo'q, siz men ijodning singlisi, ismim Pasha. Ajab yaxshi bo'ldi. Bek chiroyli ekansiz. Rasmdagi adresga qarab, udilla tepib ketdiman. O'zi qini, ansirmang. U bugun kechda kelmaydi. U bir parcha rasmni sizib bitirib etmoqchi. Pasha, mehmon uyiga boshla. Ma'qul. Ustam bilan birga mashq qilaylik. U bakni berilib ishlaydi. Sizlar undan o'rganishinglar kerak. Aqilim, men tutib turay. Yasin, kisha o'ynaylik. Bo'ladi. Birdan damog'ach ko'ngilashaylik. Kaynaydı, razı paylıhan sudek Ömrüm kuşta pürterno, erik lay sudek Şişim kaynaydı, kazan paylıhan sudek Ömrüm kuşta pürterno, erik lay sudek Senden başka, senden başka Senden başka yerim yok Senden başka, senden başka Senden başka Hoş. Siz bu yer kapqapsiz qo'y. Erkinlikka erishganligingizni tabriklayman. Oy, yuz ko'zlaringiz nim bo'lib ketgan. Jiring juyib oling. Jiring, ha? Mushadi juymanmi? Haqliman-da. Haqnamin kari. Bayır siz meni erkinliginiz yo'qotdingiz dedingiz. Men erkinligimni yo'qotmadim. Sizni qamab qo'ydi-ku. So'jang meni harakatimizni jinoyatga kelib bo'lmaydi qo'yib berdi. Men ularga bir parcha rasmsiz berdim. Siz rostli singlingizga yolg'on aytgandek ish qilibsiz. Nima? Siz bizning uyga bordingizmi? Ha, meni bek o'qishtiribsiz. Men siz bilan tanishib qolay dedim. Boshqacha o'ynab qolmaysiz? Sizga o'xshabdimi? Qachon sizdingiz? Tunagan oqshom uxlash oldida. Ata, muhim bir faoliyat bor. Qatnasha olamsiz? Nim faoliyat? Shanba xizmatga qatnashganligimning 2 yilligini tabriklash yuzidan bir qancha do'stlarim kelmoqchi. San'at saroyida tansi o'tkazib beraman. Bora olamsiz? Men kechtirsam. Hech qisi yo'q. Oy, putim uyushib qopti. Mening putim uyushib qopti. Akila qo'lingizni. Oy, turing. Qo'lingizni chiroyli chizibdi. Ajab ko'rkamsizda. Mana bu aygulning eng chiroyli qiyofati. Intayin jonliq chizibdi. Hey, rasam aygulni yaxshi ko'rib qolgan o'xshaydi. Qara. Güllik bolsan da çok Yıkı havhansan da bang Vela da jado shifu Çiçe şuyav da şinçang Çiçeğini nim kılgandı. To'g'ri. Çiçeğinizni nim kıldınız. Intayin belgilib bir paytda men xushallik bilan chekimdagi chichimdan ayrilib qoldim. Ko'pchilik diqqat.
Hazır mening salohiyatim chekimdagi mushu chechimga markazlashdi. Aygül İsmi Yasin. Hemmemiz sanat sarayının işten sırtkı aktifleri. O bizning başlığımız. Onu tanımsız? Tanımayman. Aygül, şembelik o'ltirishimizni qizitish uchun ishkirdan sayyor o'yin qo'yg'ili kelgan chaqmoq usuli mayirini boshlab keldim. İsmi Lisan. O bizning jur'at bilan baslish boqmoqchi. Qani ko'pchilik, bizni qarshilaylik. Siramasam yaxshi bo'lardi. Jur'at bilan qilganman dedim. Ta'sirlik. Tura o'rningdan. Tura. Chataq yo'q. Chataq yo'q. Jur'at. Mayislanma. Yana azroq mashq qilsang, uni cho'qim besib chiqsan, ha? Biz yana mashq qilaylik. U ojizgan. Karomatlarimni tex ko'rsatmadim. Yasin, navbat sizga keldi. Chaloq chalaylik, Yasin naqsh ettirdi. Sakla sözünü senin bir daha yolunda. Hey! Hey!
Uni chaqirib kir. Ma'qul. Oy, nega varsiz? Lentedeki akşamga uslu ijod qilgansiz. O'ynab bermamsiz. Men naqsh etib beray. Ma'qul. Usul bo'ladi ekan-a? Uni tanimsiz? U mening acham. O'z achingiz? Yo'q, kelgusidagi qaynacham. Loyiq tepibsiz-da. Topqandimi? Bog'imdan o'tolmayman. Akila. Şavyan. Siz müzik tanışaq. Ajab yaxshi muzika. Ternerga aytam, ularni baslish baqaydi. Bo'ldi. Leterner. Ha? Terner, biz ustiga chiqib ularni baslish baqaydi. Bo'ldi, mingla. Ey, mushundoq chiqimizmi? Hech nima bo'lmaydi, bizning harakatimiz eng go'zal harakat. Qarama sizni. Çökülen. Çökülen. Aylin. Aylin. Mening tuflim. Mening Rahmat. Ayqim kelyaptim.
Sizin söylüyordun ha? Meni Bana da söylüyordun ha? Ma'qul. Qaranglar, ular chiqdi. Kelaman. Qarang. Kelaman. Do'stlar, Terner, men, ayolim uchimiz ko'pchilikka mahorat ko'rsatamiz. Aşkınız siz yatamsınız. Oy. Ey, u arqamdan chiqsin. U sizni arqamdan chiqsin deydi. Aniz chiqay. Bayıq usulmay qaltis. Yo'q. Oyog'im chiqib ketib, sat ish bo'ldi. Chiqisi yo'q. Yalan yoq o'ynasa, bak yaxshi keladi. Tansini bakinik o'ynaydigansiz. Biroq ba'zan pokistirni chiqarishda qiynalgansiz. Azroq mashq qilsangiz, cho'qim yaxshi o'ynab ketasiz. Tansaga to'limi amrahman. Birinchi qitim talab qo'yishim. Rad qilmang. Bo'lmasa ertaga hayot turolmayman. Shunchalik holatdimisiz? Shundoq. Oshiq bo'ldim. Chapininglarni kiyininglar. Chiqsa bo'ladi. Ko'yninglar bek kalt ekan. Yangi ishlab kelinglar. Meninglar. Qara uni. Qanday ichimliklar bor? Mana qahva ichinglar. Tutma yo'qmikan? Sut yo'qmi? Bizda qahva bor. Bo'ldimsa ichmayman. Ustob o'layli dedim. Mehmonlarga lozimliq narsalar bo'lmasa, yana shu qahva qamlashmagan. Shundoq. Qahva ichinglar. Ichmayman. Qahvadan boshqasi yo'qmi? Biz undoq ketaylik. Apla, chataq bo'ldi. Ularni tutib qag'ilim bo'lmayotdi. Bugungi oqshom xitansida kam deganda 245 ko'z ziyon tortadigan bo'ldik. Ay, ketmanglar. Jonim chiqib bo'ladi. Ketmanglar. Ikkimiz tans o'ynasak. Birdan o'ynab ketinglar. Biz ketaylik. Nima ish qilib turdi ekan? Birdan o'ynab ketinglar. Tamlish katta bizmi ketaylik. Aha, o'ynaydiganlar bo'lmasa o'zimiz o'ynaylik. Chapurut, chaqmoq usuliga tusha. Bor, da. Yaxshi. Musiqa qamlashmaydi. Chiroqni o'chdi, kayfimizmi qochdi. Tans deganda rangarang chiroq bo'lish kerak-da. Shu emasmi? Tansi deganda elektronlik musiqa, rangarang chiroq bo'lish kerak-da. Hey, mushu nur ostida matroslar usuliga tushaylik. Pasha bo'ling. Okey. Ulni qo'ying. Keling.
Oyna. Oyna. Nima ish qilyapsizlar? Qamlashmagan. Bu nima qiliq? Apa, ko'rib chiqaylik-ku. Ichkariga marhamat, rozi bo'lg'ida kutib olamiz. Oynaymiz akıllarımız, gündemezler oynaymiz. Oynaymiz akıllarımız, gündemezler oynaymiz. Bir mehmana, bir başla, bir kodağa yırmayız. Sigarışka atlaca, sigarışka. Marhamat. Qahva ichimsiz ko'lami yoki sutmi? Men choy ichay. Bo'ladi. Qani elim, turaqliq longjingchi. Mushunda issiqda qiziq choy ichamdim. Yana kelib longjingchini ichmayman. Kola deganiga azaldan ichib boqmagan. Sovuq choy bormi? Hammasi bor. Men qahva kelim. Bo'ladi. Moli xo'jaydi demlangan muzdek choy. Mana bu qahva. Qani o'zingizlar silingizlar. Qani, tans o'ynaylik. Apa, birdam o'ynay. Qiyirliqiga bakmay, moda qo'qlashib ketgan edi. Hajat chiroyli o'ynaydi ekan. Muallim, bu qiz intayin yaxshi o'ynaydi ekan. Yasin gapini qilgan pasha qiz shu ekan. Pasha qiz siz bo'lamsiz? Naqshchi Yasin sizni hozirgi zamon usul jolbini bo'lib chiqadak degandi. Bugun o'z ko'zim bilan ko'rib ishandim. Afsuski, Yasinning ish chiqib qolib kelamidi? Mening opam. Rayhon Jingli. Sizni tanıyman. Obda uchrashdik. Yaxshimisiz? Men choy ichgani kirgan, endi mangay. Bu yaning qahvasi tamlik. Men doim kelib ichib ketaman. Biroz stakanda ichsa qandaq. Rayhon Jingli. Qizim ichib ko'rdi. Men qahva deganni azaldan ichib boqmagan. Moshundaq bir qizingizning bo'lganligidan faxrlansangiz bo'g'idak. Sizga deydigan ba'zi gaplarim botdi. Avval o'zimni tanishtirib qo'yay. O'tganki yig'inda biz tanishib qoldik-ku. Siz Ommaviy san'at saroyining boshlig'i, ataqliq muzikant. Ismingiz Ali. Meni esingizdan chiqarmabsiz-da. Amisa ikkimiz bir payda tans o'ynaylik. Keling. Ikkimiz? Keling. Men sizga aytmoqman. O'ynab bering. O'ynamag'ili uzun bo'lgandi. Asosimiz bor ekan. O'z vaqtida nihoyat yaxshi o'ynaydigan bo'g'aydingiz. U chaqlarda har qitimqi yet bayramlarda o'ynaydik. Shanba kunlaridami o'ynaydik. Hozir zamon texmi yaxshi. Nemishga o'ynamaysiz? Diqqat qildingizmi? Hozirgi yoshlar disko usulini o'ttir yoshliqlarga, yashanganlarga o'tinib berib, o'zlari chaqmoq usuliga tushib ketdi. Nurg'ulgan o'ttir yosh yashanganlar disko usulini nihoyat yaxshi o'ynaydigan bo'lib ketdi. Biroq men yaxshi o'ynay olmayman-da. Natayin, hozirgi zamonga beqib, shatxo'ramlik bilan olg'a bosqiningiz yaxshi.
Bundan keyin put-qo'llaringizni harakatlantirib, sap havoda nafaslanmoqchi bo'lsangiz yoki bir mushkulchilikka duch kelsangiz, kelib meni izlang. Chamimni yetishicha yordam qilaman. Bo'ldi. Amsa yapishni boshlaymiz. Muzikani boshlanglar. Chiqinglar. Bo'lmadi. Yaxshi ma'amidinglar. Vangjun bilan Aygulning yangish bo'ladi. Vangjun, o'lik ko'rsatib bering. Bo'lamda? Ha, bo'ladi. Bo'ldi. Kim yangishanglar? Satrib numar tashirdi-da? Pasha acha, yaxshimisiz? İşiniz bormi? Sizga kashil qilmay kiyimingizni yangishlayvering. Bir ish to'g'riliq sizdan yordam so'rab keldim. Bo'ladi. Qani ayting. Amalsiz sizdan yordam so'raydigan bo'ldim. Sizga yigit tanishtirib qo'yamdim. Ha. Kimni yaxshi ko'rib qoldingiz? Yasinni, naqshchi Yasinni. U bir qurilish ishchisi tursa, na ashundaq jo'shqin qiziqchi yigitni yaxshi ko'raman. Onun bilan yurgingiz bo'lsa-mu, kechikib qoldingiz. U to'y qildimi? Yo'q texi. Lekin hozir birisi bilan yuryotdi. U har kuni yarim kechagacha birga bo'ladi. Kim bilan? San'at saroyidagi Sayashi bilan. Sayashi? Qozoq qizmi? Men bo'pti. Uyg'ur qozoq qiz yigitlarining bir-birini yaxshi ko'rishib qilishi bor ish-ku. Uyg'ur qizi bilan yuryotgan qozoq yigitlar oz emas. Kip oldinglarmi? Ha, kip oldik. Yaxshi. O'zinglarni tuzashtirib turinglar. Sal turib, bu ustam tekshirdi. Bo'ladi. Bu ko'ylakning kiyishga bo'ladi-ku. Ustam, bu ko'ylak foiz biksa qandaq? Shundoq qilsak. Poyiz bekitsa shundoq qilsa xenim oldiroq turing, oldiroq. Bu ko'ylak belning yuqori kengroq bo'lib ketibdi. Yana kengmi? Kengroq. Qalbingizni tushunaman. Yasin sehri kuchga ega yigit. Burun menmi onunga maftum bo'lgandim. O uzun choch bilan ko'chada ketayotganda oqidan mangdim. Keyin tanishdik. O meni singlisi o'rnida ko'rdiganligini aytdi. Amaliyotda u chaqliqli odam. Jahonda yigit degan ko'p, sizga cho'qim birini tanishtirib qo'yaman, ha? Nima kiyapsiz? Bu slap. Yo'q, cho'qim uni izlab boraman. Ahmoq ekansiz. Haqning siz bilan kar bo'lmasa, siz uni izlab o'zingizni tushirasiz. Qandoq dedi? Yaxshimisiz? Yasinni izlaydim. Esingizda yo'qmi? Bugun yakshanba, u san'at saroyiga ketdi. Ishingiz bormi? Biz deb qo'yaylik. Yo'q. Intayin muhim bir ish to'g'riliq so'zlashmoqchi edim. O'zi bilan ko'rishimsam bo'lmaydi. Undaqda teximni yaxshi. Amsa birga boraylik. Ma'qul. Ay, kichik qizlar, chapsaminglar. Mana. Ay, bintingiz. Onunga ber, onunga. Radyoda Jungo'ning chaqmoq usuliga bo'lgan umid Shinjongda deb anglatdi. Bu gapning asosi bor. Uyg'ur millatida usul qarta favqulodda iqtidor bor. Buningga qoyil bo'lish kerak. Berib repetis qilamiz. Pasha, keyin ko'rishaylar. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul, sal turib birga o'ynaylar.
your voice, so I call your name. Whispers in the morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, 'cause things can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I'm long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my choice now. The love you bring. Meni birisi istab kepti. İki kişilik usulü başarılar. Yaxshimisiz? Meni tanıdingizmi? Tanıdım. Bu yoq mening qiz do'stim. Yaxshi. Bizning usulimiz mamlakatlik musobaqa qatnashadigan bo'ldi. Hozir repetitsiya qilyapmiz. Ancha yaxshi o'ynayolmayman. Yaxshi o'ynayotgansiz. Ular yaxshi o'ynaydi ekan. Men seni cho'qim besib tushman. Chapaliq mashq qilsak, uni cho'qim besib tushimiz. Yana onu izlab keldingizmi? Bo'pti, bering. Hozir uning yonida chiroyli bir qozoq qizi bor. Hali qisay ashadigan qiz-ku deyman. Ko'zingiz bilib qolasiz, biroq tamkin bo'ling. Bering. 我说我爱你， Keling, qarang. 我要诉说我爱你，我要诉说我爱你。 Yaxshi. 我要诉说我爱你。 Yana bir qitim. 只要我心中有你，我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆。 Yaxshi, birga aytaylik. 我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆。今后虽不能在一起。 To'xtab turing. Pasha, yaxshimisiz? Bir ish bilan izlab keldim. Ya sen saqlab turamdim. Saqlab turing, ketib qolmang, ha? Yaxshi. 我要诉说我爱你。 Yana bir qitim. 只要我心中有你，我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆。 Yaxshi, birga aytaylik. 我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆。今后虽不能在一起。 To'xtab turing. Pasha, yaxshimisiz? Bir ish bilan izlab keldim. Ya sen saqlab turamdim. Saqlab turing, ketib qolmang, ha? Kech soat 10 da repetitsiya qilamiz. Bo'ladi. Tushmaymishadi birdan paranglashaylik. To'g'ri. Men sizni satrashxonaga bir necha qitim izlab bordim, biroq yo'q ekansiz. Kasbimni tashlab opamga yordamlashyapman. Yaxshi-ku, sizda o'g'illarga xos jasorat bor ekan. Yo'ldosh Yasin, opam sizga muhtoj bo'lib meni avatgandi. Hozir?
Shu tapda men bek aldirash. Hozir men say aşim uchun köydingizgo. U meni saqlab turyapti. Bo'ptamsa, xijolat bo'lmang. Boy ishkanlarni ko'rdim. Say aşini shunchalik yaxshi ko'ramsiz? Albatta, yaxshi ko'rsam kun bo'yi uning uchun aldiramdim. Kechirim, qashil qildim. Hech qis yo'q. Bir necha kundan keyin sizni izlab borman. Izdimang. Siz bir ishla meni izlab kelgan emasmidingiz? Yo'q, xato tushunib qolmang. Chaqmoq usulini ko'gil kelgandim. Amaliyotda meni bak aldirash xo'sh. Men xizmatimni saqlab qolish sharti bilan To'rtfasl mehmonxonasining xizmatiga hamkorlashyapman. Opam bilan ko'pchilikning umidini hargiz yerda qo'ymayman. Biz a'lo sifat mulozimat qilib, ommaning manfaatiga hargiz ziyon yetkazmaymiz. Undaq pulni nerdan topamiz? Siyosatdan chetnab ketmaslik sharti bilan tijorat yo'limizni kengaytiramiz. Ko'pchilik jafoliq ishlab, qiyinchiliklarni yengib, burun qitaqmagan ishlarni qilib, halol emgigimiz orqali ro'naq topamiz. Har bir mulozimatchi oshxona, yotoqlarni ratlik, pokiz tutishi, chiroyli qiyosinib yurishi, grim qilib moda kiyimlarni kiyish lozim. Bu bir xil adab, madaniyat turmushni so'yishning bir xil ifodasi. Qizlarga chiroyli qo'yishligi tayinib, xaridorlarni jalb qila. Bizdek burutlar qanday qilamiz? O'g'illar degan jafoliq ishlasa, har ishlarni qila oladi. O'g'il shundoq. Biroq biz bu chiroyli kiyimni salatimiz orqali xaridorlarni jalb qilamiz. Nayt yaxshi, tasavvurga boy ekansiz. Biz cho'qim sehriy kuchimiz orqali jamiyatni o'zimiz jalb qilamiz. O'g'illar har kuni putini joyishi, pokiz yurish kerak. Bugundan boshlab mehmonxonamizning nomini Bahorga o'zgartdik. Yaxshi bo'pti. Bahor, bu ism nayt muvofiq qo'yilibdi. Sizlarga yana bir xush xabar yetkazay. Muavin Jingli Pasha qiz o'zining to'yiga atab qo'ygan pulini, yana uning aksi Reyhan Jinglining o'g'li Nijat rasm sizib topgan pulini mehmonxonamizga berdi. Ko'pchilik qizg'in olqishlaydi. Ertadan boshlab mehmonxonamizni bezaymiz. Sizlarga yana bir xush xabar aytay. Hammanglar bir qo'rdan kiyim tikkizdim. Qaranglar. Aytaq sho'q ma'nolar ya. Hamıza bir. Oy, kelinglar. Aytaq yaxshi oldi. Apa, bu binalarga qara. Apa, bu xatlar yaxshi. Yaxshi yozibdimi? Pasha Jingli, birdan dam olayli. Hasan bizga chaqmoq suv o'ynab dam olayli. Ko'pchilikka bir yaspir stol o'ynab bera. To'g'ri, o'ynab bersin. We're living in a positive, and our vibe is real. No need to feel ashamed to live your life the way you feel. Ooh, I know you feel it. The hypnotizing beat of dancing in the street. People happening with the groove. Street party, making your body move. Street people happening with the groove. Yaxshi o'yindiq. Endi ishlaydi. İşleyli. Kelinglar. Ko'tirish beringlar. Yaxshi. Qaranglar, bak yaxshi naqshga. 不管昨天和明天，只要我心中拥有 Ocha, qara, 我 mo'min 带 bo'sham 给你 kelma. 欢乐和温暖，我带给你思念和记忆，今后虽不能在一起，求你今后多保重。
Paşa yig'layotganda. U shu naqshchini yaxshi ko'rib qopti. Shu kanda. Biroq u Yasin deganning bu turqi. Apa, xalqning sirtqi ko'rinishiga qaramaslik kerak. U sizga kuy o'g'il bo'lsa, ishlaringiz ravoj topadi. Sen uni qanday bilsa? La, ish qilib bilaman. Uning muallimi Aligo deymi? Ha? Bangcun, deb qo'yib kelay. Ma'qul bag'im. Hada. Bu kiyim sizga toza yarashadi. Kiyib ko'rib baqamsiz? Yo'q. Bundaq ko'ynakni kiyib olsam bo'lamdi. O'zim ko'rib baqdim. Men o'tir yoshli kishilar kiydigan kiyim kerak. Alani ko'rib baqay. To'xtab turing. Shu ma'lum. Ha? Bir tonishim kelib qopti. Siz mas'ul bo'lib turing. Bo'ladi. Yaxshimisiz? Ish bormi? Mehmonxonaning ishi rivoj tepotdi, biroq uydagi ishlar boshqa qatiryotdi. Anglasam, Aygul o'g'lingiz Nejatni yaxshi ko'rib qopti. Xudo qo'shgan bir juftlar. Qizingiz Pashaning usulini bir ko'gin batdi. Mehmonxonamizning ishlari ratga tushganda uni cho'qim yeningizga avatdilar. Nayt yaxshi-ku. Qizingiz Pashaning loyig'i bormi? Ha? Sharti yuqori, qiyin bo'lyotdi. U qandaqroq yigitni yaxshi ko'rdi ekan? U naqshchi yigitni. Nayt yaxshi gap. San'at bilan shug'ullanadiganlar turmush kechirsa, mangu shadxuronlik ichida o'tadi. Qandaq dedim? Ha? Bundaq chiroqni ko'rib baqmabdi ekanmi? Shundaq. Bundaq chiroq turmushga yangi tus berdi. Bizning bu yerda naqshini eng yaxshi aytadigan bolaning ismi Yasin. Yasin. Elimi esingizdami? Esimda. U qandaqroq yigit ekan? Naqshini obdan aytdi ekan. Rayhan, naqshini yoqtirdiganligingizni o'ylab baqmabdi ekanman. Yasin aytgan naqshlarning ko'pinchisini men ijod qilgan. Muzika ko'p hollarda kishilar o'rtasidagi munosabatni o'zgartirib ekan. Men xeylidan beri buni berish fursatini topolmay yurib edim. Qarang, o'zim birini elib oldim. Hey, Terner! Bizni unutib qoldingizmi qanday? Yo'q. U kishi kim bo'ladi? U kim bo'ladi? Ay, zo'rma chiq, qarab boqaylik. Yaxshimisiz? Pasha bormi? Bor. Uning ishmi bilan yuz ko'rishmaydi? Uning hozir loyig'i bor. Undaq emas-ku. Opisi boshlig'imizdan aytib beribdi ekan. Bu rost gap. Uning loyig'ining ismi Bahar. Sizlarning mehmonxonaning nomi bilan o'xshaydi ekan-ku. Bizning bu mehmonxonaga uning yigiti mablag' qo'shgan bo'lishi mumkin. Undaq emas-ku. Bu rost. Pasha o'zi shundoq dedi. U hozir hech yerga bormay kun bo'yi Baharning ishi bilan aldirash. Bahar komandirovkadan pat ortib qaytib kelgidek. Rost shundaqmi? Albatta shundoq. Bu deganlarimizning hammasi rost gap. Ishonmasanglar, Mahstamdan so'rab beqinglar. O yig'inda ko'pchilikka Bahar Pasha bilan to'y qildigan pulni mehmonxonamizga berdi deb e'lon qildi. Oy, bu motosiklet qancha pul? 11 ming so'm. Chatning kenti. Hey, Bahar bilan to'y qildigan pul demang. Hey, undaq oshkora desa men siqirmaydi. Biroq ishonmasanglar kirib Mahstamdan so'rab beqinglar. Men kirib so'rab baqay. Bo'ldi. Avar bo'lmayli. Ketaylik. Yasin, qara. Bu kapta. Men berib baqay. Pam 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 pam. Pasha. Bu kelganingiz nahot yaxshi bo'pti. Ko'ngil bo'ligingizga rahmat. Elemalim, men qaytay. Pasha, xizmatlarni o'rlashtirib qo'yib keldim degandingiz-ku. Aldirabla qaytamsiz? Bugun yakshanba. Baharga topshirgan bir ish to'satdan esimga kelib qoldi. Kechiring. Qarab tursan-ku, oqidan qo'g'la. Ko'ngliningizga rahmat. Uning yigiti bor ekan. Kim dedi? O o'zi birsini aytib beribdi. Uning opsi bundaq demagan-ku. Manda qilaylik. Kechda uni pianino xonamga taklif qilay. Senmi kelgin, ha? Ma'qul.
Oyna, xo'shallik bilan oyna. Rosti shundoq o'tamdimiz ancha muncha bir gaplashmay bekor asrab o'tamdimiz bekor asrab o'tamdimiz vaqti kelsa atlashmay vaqti kelsa atlashmay hey 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 şu bir gepim yadımda şu bir gepim yadımda şu bir gepim yadımda Sen bulgaçka bu cahanda yaşlar cinim nurunda Malim. Bu yerda yuz yursak bo'lamdi. Bo'ladi. Bu musiqa bak yoqimliqkan. Bu muzikani Janubiy Shinjonga borgan Lentiga evagan chaqmoq usuli keladi. Qani, bu yerda chaqmoq usuli o'ynasak bo'lamdi. Bo'ladi. Subamka. Baka. Ay, sizlarni birisi izlab ketdi. Kiring. Ha, Jurat, yaxshimisan? Yaxshimisan? Qaytib kelishingni kutib turgandim. Demak, hozirgacha mashq qilibsan-da? Ular kim? Bu o'tgan sizlar gapini qilgan Jurat. Bu mening og'illarim. Yaxshimisan? Javkay. Suyam. Yaxshimisan? Deysan, bizni do'stlar o'rinda ko'rsan, o'tgan qitim ko'rsatmagan martani ko'rsatib qo'ymamsan. Asli o'ynash niyatim yo'qdi. Og'illarim meni kutib turgan ham mashq qilgankan. Bo'pti. O'ynab beray. Lekin bu yer bek tor ekan. Jonya. Pastga boshlab tushaylik. Ma'qul. Men bilan bilmanglar. Yig'la. To'xtala, baykamni kelay. Kiringlar. Nima ish qilasizlar? Ustam, ular bu yer chaqmoq usuli o'ynamoqchi. Ha? Chaqmoq usuli? Nəhayət yaxşı oldu. Köpçük, bir yaxşı çıxlar. Orada tutulğan çıraqlarını yandırıtınlar. Biz bu çaqmaq usulu görəylik. Tez bulun. Şapırıt. Hızlı xəbər deyip səndə. Yana adaplaydigan bo'ldi. Bekin qani? Kival. Sizlar bilamsizlar, har qanday ishning cheki bo'ladi. Chekdan oshirib etmadim. Ularning sizlarning oldinglarda mushunaq bir harakatni qilishi nima tushundirdi? Ularning bizning oldimizda mushunaq bir harakatni qilishi hech nima tushundirmaydi. Ularning sizlarning oldinglarda mushunaq bir harakatni qilishdagi g'arzi yomon.
ularning bizning oldimizda mushundaq bir harakatni qilishda hech qanday yomon g'araz yo'q. Ularning sizlarning oldinglarda nima uchun shunday harakat qilganligini surish qilish kerak. Surishti qiling. Ular faqat bizning oldimizda mushundaq bir harakat qildi. Faqat mushundaq. Bir necha yot o'g'il bolalar sizlarning oldinglarda mushundaq bir harakatni, ya'ni kelib mushundaq bir harakatni. Voy. Biz hozir yig'inachimiz. Apa, men egallab ko'rdim. Mehmonlar ularning oldida mushundaq bir chaqmoq usuli harakatini qilibdi. Boshqa g'arz yo'q-ku. Nima? Ularning oldida faqat mushundaq bir harakat, chaqmoq usuli harakati. Chaqmoq usul harakati? So'rsam bo'lmamdi ekan. Tingla. Biz faqat ularning mushundaq bir chaqmoq usuli harakatini ko'rganligimiz uchun ishdan haydavasiz. Haydavdim. Shuni deyman, nemishqa yot o'g'illarning oldinglarda mushundaq bir harakat qilish. Mushundaq bir chaqmoq usul harakati. Yaxshi-ku, bu nihoyat qiyin harakat. Kim o'ynadi? Lisan degan birsi. Ha? Lisan? O qaytib kelibdimi? Qaytib keldi. O ati meni izlab borsin. Rayhon jingli. Sizni bir ish bilan izlab keldim. Nima ishdi? Qisam gap to'la. Bu ishga faqat sizlar yordam qila olasiz. Apa, bering, bu yerda men bor. Men boray. Ustangiz Yasin qani? Hozir ish o'rnida. Kechdi-chu? Sayoshi musiqa atirtini repetitsiya qildirdi. Sayoshi musiqa atirti? Shundoq, bilmamsiz? Biz mangayli. Apamga deb qo'ying, kechdi ishdan tushib uyga qaytmayman. Endi ishlayli. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu nevrangizmi? Yo'q, o'g'lim. Necha yoshga kirdi? Kichik emas, 3 yoshga kirdi. Bugun tug'ilgan kuni. Oy. Chala bolam. O'tiring. Rayhon, sizdan yordam so'ramoqchidim. Qani ayting. Bugun tushda mehmon chaqirgandim. Men bo'ladi. Menga topshiring. Sizga ko'p rahmat. Bu o'zingizning bolasimi? Ishonmay otamsiz? Bekmi kichikkan. Rostini aytsam, mening bolam yo'q. Uni doktorxonadan akab beqib oldim. Odatdagi chaqlarda iniganasini qishib turdi. Ba'zida uyga akib olman. Balkim bu menga kelgan taqdirdir. Kelolmaydi ekanman. Hey! 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 Bundaq uzun chachli men yoqtirmayman. Hargiz rad qilmang. Bu mening birinchi qitim talab qo'yishim. Bo'lmasa ertaga joyga tura olmayman. Shunchalik holatdamisiz?
Pasha, keldingizmi? Ajab yaxshi qilibsiz. Chidab turg'uchiligim qolmadi. Ayting, siz birli qizni yaxshi ko'ramsiz yoki ikkinchi, uchinchisiga muhabbat izhor qilamsiz? Siz tek hayot turibsiz-ku. Nimalarni da'vatsiz? Tushunmagan bo'lsangiz, ochiqni aytay. Sayashizodi kim? Sayashi degan kim bo'ladi? To'y qilish oldirayotgan qizingiz-ku. Pasha! Pasha, xato tushunib qolibsiz. Men sizga tushuntirib qo'yay. Anglamayman. Ikkinchi, uchinchisini topadigan qiz emasman. Pasha, gapimni anglang. Sayashi degan muzika tirti. Qanday men bilan to'y qila olasiz? Anglamayman. Sayashining albatta muzika tirti va yordam qilgansiz. Hay, Pasha, men siz meni aldadingiz. Sizning qanday odam ekanligingizni bilmadim. Pasha! Pasha, Tek varsa. Metrola, hammalarning gapi bir. Tek o'g'liqcha anglig'ini. Para. Yasin, para. Mana. Para. Biz mashq qilaylik. Sığındırdı şu çakaldı da Mengo iken unutulmaz birinci Pasha, to'xtang. Jirim, men sizga Sayashini ko'rsatib qo'yay. Bo'lmayman, meni topmang. Ashu chiroyli loyiqingizni ko'rgin ko'ramdim. Esingizda bo'lsin. Kech soat 10da San'at saroyining repetitsiyaxonasida Sayashi ikkimiz sizni kutamiz. Men Sizning esingizda bo'lsin. Hargiz bormayman. Bo'ldi. Mana qarab, bo'ptimi? Voy, nima ish qilib meni Endi rasmga tortib. Ajab yaxshi. Kiyimlar elishim uchun ko'parak tortib olay. Musobaqa qatnashadigan chiroyli kiyimlarni laylishingiz uchun o'zimni bag'ishlayman. Yaxshi. Oyga chiroyli bir quruq kiyimlar hilab berishingiz kerak. Bildingizmi? Bildim. Trola. Qo'llarni egiz ko'tarib. Bo'ldimi? Bek güzel. Okey. Getir. Bir xil qiyofatda. Yaxshi. Okey. O'tirala. Yaxshi. Okey. Endi trollani mada qilinglar. Yaxshi. Trolla. O'rninglarda trolla. Belanglarni egib to'lg'inib trolla. Bek güzel. Okey. Bu yoqdalar. Mushundaq. Yana bir. Yaxshi. O'rningizda turing. Bu yoqqa. Okey. Vanjon, ikkimizni bir tatib qo'ying. Ikkimiz bir tushaylik. Tating, Yaqin turinglar. Kulmamsizlar? Bo'ldi, bizam dam olaylik. Yasin bo'lsa ajab yaxshi bo'ladi. O sehri kuchga egish yigit. U naqshi esa hamma qizlar o'ltiramay qoladi. Usab ketdim, kelar ichaylik. 我们新疆好地方啊，天山南北好牧场，戈壁沙滩边两天，积雪融化转农庄。Acaba yaxshi. O'yinib o'tganman. Sizni chiqanlar ekan. Shinjongning yong'u paykilari bak yaxshi ekan.
siz lahiyliganmi? To'g'ri aytdingiz, to'g'ri. Uning posoni bo'ladi ekan. Yaxshi. Qaltis o'yindir. Ismi nima? Ismi Masa. Sen kim o'rgatdi? O'zim o'rgandim. Ocham Pasha usulni bek yaxshi o'ynaydi. Pasha? Mundaq degan. Fuka, sen biz bilan mashq qilishni xohlamsan? Xohlayman. Yana musobaqa qatnashsa. Bir necha mehmon har kuni kelib siz qo'rg'onga o'tadi. Hozir bizning mehmonxona Qo'rg'on kebab tayyor bo'ldi. Apa, ilim olim ketdi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Aklan. Ilimali, yaxshimisiz? Men Pasha qizni iqtidorli san'at xodimlarini tanlash musobaqasiga taklif qilib keldim. Siz muqaddam tashrif qilasiz. Usul san'atini yuksaltirish uchun men sirtqi joylardan mayirlarni taklif qildim. Siz yoshlarni to'limi yaxshi ko'rdikansiz. Ularda o'ziga xos aloyidlik, istak bor. Ular zamonimizga vakillik qiladi. Xuddi burun aytganimdek, ularda kuchli davr ruhi bor. Davrni harakatlantiradigan kuchga ega. Ular bizga turtki bo'lmoqda. U hammamizni bosin deydi. Rasman? Ajab yaxshi. Yaxshi. Naqshanga tayyorlik qil. Okay. O keldi.
artistleri oyun gösterdi. Aval içkirden seyyarı oyun koyuşku kelgen dostumuz Lisan çakmak usul oynap berdi. Say aşı müzik etirdi tankaş kılıdı. Çoğum yaxşı oynayışınız gerek. Aya bir Bu yakın. Böyle sana tapşırdım. Bir gap silede. Hatırlayacağım bana. Kelang balam. Omak balam. Karam. Ağırlar kim oynaydı? Inside you wanna throw the packages. What's going on? Who with your heart? You can't believe. I know what you feel. You're waiting out for something real. I'd do anything, just do anything. So don't turn away. Throw me a line. Loving all the time. You are loving all the time. İşsizlik için. Rahmet. What you gonna do? Oh, tell me what you gonna do. Oh, can you feel what I need? I can keep myself away from you. Love the Yaxşı oynadınız ussuzluk için. Rahmet. Rastını etsem ben sizni bek yaxşı görme. Men sizni bek yaxşı görme. Biroq men Hansu, opingiz qo'shilmasmikin? Siz meni rastla yaxshi ko'rsangiz, opam hech narsa demaydi. Haqiqiy muhabbatni ota-onalar tushunadi. Shundaqmi? Shunga to'liq ishonch chiqib ekan-sizda. Ota-onam mening qalbimni tushundi. Shundaqmi sizning qalbingizni tushundi. E'lon qiling. Men boray. Bering. Buni kiyib ularni qo'rqitib qo'ying. Buni esib oling. Bu kim? Bilmeyim. Akila kiliteyli. Oldu. Bo'lmasa u xafa qoldi. Tez bo'l. away for
Leysen, sizni taklif qilaman. Meni? Men tez qizlar bilan mashq qilib baxtmidi. Kerak yo'q. U uyutib qo'ydi. Keyincha o'ynaymiz, ha? They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are really clear. So beat it, just beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be
yaxshimisiz? とてもよかったよかったな。しかしサラダはじゃないよ、サラダ。 tarjima qilib bering. Mayt yaxshi aytdingiz, rahmat sizga. Biroq salada degan so'zni salado deb talaffuz qildingiz deydi. Salatu emas salada. Ha, to'g'ri. Ha, o'tiring. Ha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshimisiz. Qani, bu yoqqa kelinglar. Qani, o'tiring. Pasha, bu qaysi naqsha? Yaponiya filmi Ashmi Kutsunari. To'g'ri. Lozunga qara. Yasin tashkillagan bu musiqa atritining nomi Say Ashi, Ashidan o'tib ketish degan ma'noda. Buni bugun repetis qilyotdi. U tashkillagan musiqa atritining nomi Say Ashi. Texmi kuchayting, kuchayting. Tunbaqni kuchab buring, kuchab buring. Ha, to'g'ri. Ha, qaytadan, qaytadan. Yaxshi aytdi. Musiqasi taza moslashmadi. Bu japaliq ajrning natijasi. Pasha. O Say Ashi musiqa atritini qurib chiqish uchun ish o'rnini repetisxona ish o'rni qilib ko'p ajr singdirdi. Qaramamsiz. Uning ko'zlarining o'ltirishib ketgandi. Ay. Jana, bu yoqqa keling, ha? Tanıştırıp qo'yay. Bu yoq hozirgi zamon usulchisi Pasha. Bu yoq bizning naqshchimiz Jana. Keling. Mana bu mening yo'lishim maqsad. U Yasin bilan bir o'rinda ishlaydi. Yana kelib bir yotoqda yotadi. Bu Yasin tushudimi ismini chaqiradigan Pasha. Qarama, u nima degan chiroyli-a? Oh, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yasin sizni bek yaxshi ko'rdi. Biroq siz nimishga uni yaxshi ko'rmaysiz? Yaqindan beri o barliq zehni kuchini musiqa atritiga qaratib, oxir bu naqshini aytib chiqdi.
üstelge bırak, makul. Yani kilemsiz. Kilime. Ey, kargına. Hazır Sanat Sarayı'nın nakşçısı Yasin nakş etip berdi. Usulçu Paşa usul oynap berdi. Açam oynaydi ekan. Haklısız. Yaxshi o'ynaydi ekan, ha? Albatta to'sidi.
Yaxshi o'yindim. Shundoq.